Bu ovqatni uydagilaringizni, xo'jayiningizga, qaynonangizga, qaynotangizga tayyorlab bersanglar, aniq ozligi ochilib qoladi. Chunki bu usulda pishirilgan dumg'aza 2-3 soatda o'sha xil bo'lib ketadi. Mol dumini bir kun oldin marinovka qilib qo'ysanglar, yana ham mazali bo'ladi. Lekin men shoshib turganim uchun o'choqni tepasida marinovka qilib oldim. Qozonimizga ozginagina suv solib, dumlarni terib olamiz. Uni ustidan bitta tog'orchada suv solib, ustidan bir kosa yog' solamiz va yaxshilab aralashtirib, qozonni qopqog'ini yopib qo'yamiz. 2 soatcha qaynaydi. 2 soatdan so'ng kartoshkalarimizga tuz sepib, dumlarni ustidan terib chiqamiz. Bu usulda qilsanglar, ahamiyat bergan bo'lsanglar, dumni qaynatib ham o'tirmaymiz. Uni ustidan kartoshkalarimizni terib oldik. Yarim soatcha kartoshkalarimiz yumshoq pishgandan keyin alohida olamiz va qizdirilgan yog'imizga solib, chiroyli qilib yuzlarini qizartirib olamiz. Har aytgancha, dumni suvlari tugagandan keyin o'zini yog'iga ozgina qovurilishni boshlaydi. Shu orada kartoshkalarimizni solib olamiz chetlariga. Umumiy hisobda dum 2,5-3 soatda pishadi. Shunaqa shira tortib, chiroyli pishgan go'shtimizni ustidan shunaqa o'zini yog'larini solib, chiroyli qilib dasturxonga tortib bersanglar, uydagilaringizdan albatta rahmat eshitasizlar. Kimga o'rgatgan bo'lsam, har doim rahmat eshittirgan ovqat bo'ladi. Juda ham tez pishadi. Shunaqa ovqatni uydagilaringizga tayyorlab beringlar va fikringizni kommentariyada qoldiringlar.